Şimdi yettim 50 yaşa, tam gelmesin bu başa. Ben küyleymen coşa coşa, deli deryaya bitmem. Ben küyleymen coşa coşa, deli deryaya bitmem. Senetçe kuyup iklas, muhlislerim kınar izaz. Senetim bulsun dillavaz, mitri deryaya bitmem. Senetim bulsun dillavaz, mitri deryaya bitmem. Meşakkatli yola çıkıp, bir yıkılıp bir de yatırıp, şu menzilge geldim yürüp, yolu ravana bitmem. Şu menzilge geldim yürüp, yolu ravana bitmem. Başım kaldı ifamda, siver yar gitti ermanda. Nam kazandım Khurasan'da, merdi meydana bitmem. Nam kazandım Khurasan'da, merdi meydana bitmem. Tüylünü aldım, Amerika, Avrupa gezdim ben Ahmetli Ağa bitmem. Hindistan'ı cihan gezdim ben Ahmetli Ağa bitmem. Harçlanlar kana kana, devir geldi bu bustana. Hayatım okşar destana, hafız bakşı ağa bitmem. Hayatım okşar destana, hafız bakşı ağa bitmem. Vardır məni bərzənləri, halka
ağa bekler. Harazımlı bülbül akşı ateşle ağa bekler. Deli derya ağa bekler. Fikri derya ağa bekler. Assalamu alaykum sanat shaydalari. Men shoir Qabulboy. Men shoir Qabulboy shu musofirlikda yurganda, Moskvada ishlab yurganimda bir qo'shiq 9 kublikli she'r yozdim. O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston hofizi Ma'navda Og'abek Sabirov tarjimai holi hayoti to'g'risida shuni mana hozir YouTube kanallardan ketadi. Xudo xolasa shuni men aytdim. Fikr, savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Endi bu qo'shiqni yaratilishi bilmadim, tabiiy bir hech qanday maqsadsiz bir yaratildiki, men Og'abek Sabirovga shoir bo'lgandan keyin bir g'azal yozib bersam, shuni suvora qilib aytsa deb yurardim. Endi birdan shu men ishlab yurgan vaqtimda Moskvada shunday bir joyda maktabda ishlar edik. Başta endi buni falan kesman degan fikr paydo bo'lgandan keyin Qabulboyman deb o'zimni aytib yursam, men hayotda hech narsa qilmabman ekan. Qarajak bo'lsam, bu Og'abek Sabirov bilan shu yaxshi ishlarni qilgan, saxovatli 5 oilani uyli qilgan ekan. Galladim shu inson bir xolis ekan. Bunday qo'shiq o'zi bundan oldingi ustozlarga ham hech nasib etmagan. Men shu qo'shiq bilan Og'abek Sabirovni shu dastur jamoamizdan bilan tabriklayman. Xolis ekan. Hattoki Kamoljon Atanayozov, Otajon aka, Xudoga shukr, Bomurod aka, ortiq akalar bular bunday qo'shiqlar ularga nasib qilmagan. Endi bu Og'abek Sabirovga nasib qilibdi. Halol bo'lsin. Baholar bular qo'ldan kelgancha endi san'atkor bo'lmasak ham aytdik, buni bir marta endi o'zlaringiz fikr mulohazalaringizni bildirasizlar. Xudo xolasa bu qo'shiqni tarixi shunday. Boshqa agar savollar bo'lsa, Xudo xolasa imkoniyat darajasida javob berishga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'ling. To'ylarda uchrashamiz.